davomiyda Sirdaryo agrotexnologiyalar texnikomi o'simliklar himoyasi va karantin agronom yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Yoshim 38 da. Bir nafar farzandim bor. Bolaligimdan qiziqqanman bu sohaga. Shu orqali men hozirda o'sha texnikumda o'qimoqdaman. Men bu sohaga qiziqishimning sababi bu soha tabiat bilan chambarchas bog'liqdir. Shuningdek, o'simliklar himoyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish butun dunyoda dolzarb masalalardan biridir. Hozirda men So'g'min tumani ko'kalamzorlashtirish departamentida amaliyot o'tamoqdaman. Amaliyot rahbarimiz bosh agronom Qurbonov Shavkat aka bizga hozir bor bilimlarini berib, bu sohaga yanada qiziqishim kuchaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda xotin-qizlar masalasiga juda katta e'tiborlar qaratilmoqda. Ularning huquqlari, erkinliklari shu qonunimizda mustahkamlab qo'yilgan. Yurtimizda bugungi kunda O'zbekiston ayollari har bir jabhada o'z o'rniga ega bo'lib, borayotganligimizni barchamiz bevosita ko'rib, amalda his etmoqdamiz. Bu ham bo'lsa davlatimiz rahbarining biz xotin-qizlarga bo'lgan ishonchi, ta'lim-tarbiya olish uchun yaratib berayotgan shart-sharoitlari natijasidir. Yurtboshimizning bizga ochib berayotgan imkoniyatlari menga ulkan motivatsiya bo'ldi. Shu sababdan men o'z sohamni o'sha chuqur o'rganib, yurtimizga, xalqimizga yordamim tegadigan bir yetuk kadr bo'lishni maqsad qilib qo'ydim.